Chimayev mag'lubiyatga uchradi. Ikkita o'zbek o'z joniga qasd qildi. Kazino hech qachon yutqazmaydi. Hamma negativ. Tarixda eng mashhur qimorboz haqida gaplashamiz. U o'g'irlik qilib pul topadi va Monte Carlo'dagi kazinoga boradi. Odamlarning fikrida esa u juda ham omadli inson. Ba'zi insonlar qimorda yutsam, qarzimni to'layman, uy olaman, mashina olaman deb fikrlashadi. Tez boyish va qimor ikkalasi qaysi ma'noda chambarchas kelishi mumkin. Bir inson $100 tikadi qimorga. Asta-sekin bor pulini sug'urib oladi. Qimordagi azart insonni qarz olishga. Haligi insondagi yagona yo'l faqatgina o'lim. Qimor hattoki oxirgi chora ham bo'lishi kerak emas. Bu video qachon YouTube'ga qo'yilishi aniq emas. Lekin bu video olinayotgan paytda Chimayev mag'lubiyatga uchradi. Ikkita o'zbek o'z joniga qasd qildi. Bu voqea shubhasiz qimorga aloqador. Qimorda bir marta yutish bu eng katta xato. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan insonlar nega qimorga kirishi va undan chiqa olmay qolishi haqida gaplashamiz. Qimor mavzusi juda ham katta. Sistema qanday qurilgan, insonlarning miyasini qanday aldash mumkin va insonlar nega aynan bu tuzoqqa tushadi? Bu savolga javoblar har xil bo'lishi mumkin. Lekin bir narsani unutmasligimiz kerak. Kazino hech qachon yutqazmaydi. Sababi kazino yoki boshqa qimor turlarida sizga g'alaba hech qachon va'da qilinmaydi. Kazino yoki qimor kompaniyalari odatda insonlarni pul tikishga qarab o'yinlarni sotib olishi ham mumkin. Bu hech kimga sir emas. Odamlar bu jirkanch ish haqida bir xil fikrda. Hamma negativ. Bu mavzuni to'liqroq yoritishdan oldin keling, tarixda eng mashhur qimorboz haqida gaplashamiz. U insonning ismi Charles Wells. Tarixdagi eng mashhur qimorbozlardan biri. Hattoki u insonni The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo deb ham atashgan. Ya'ni Monte Carlodagi bankni buzgan inson. Uning qimorga kirib kelishi juda ham ajoyib. Insonlarga o'zini ixtirochi deb tanishtiradi va ulardan pul yig'ishni boshlaydi. Ya'ni uni fikrida bir narsa ixtiro qilyapti, insonlar unga pul tikishni boshlaydi. U bu pullarni yig'adi va birinchi kazinoga kirib hamma pullarni yutqazadi. Chunki uni fikrida qolgan insonlarning fikri kabi tez boy bo'lish, tezroq muvaffaqiyatga erishish kabi fikrlar bor edi. Muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin insonlar tabiiyki undan pulni so'rashni boshlaydi. U chora topa olmasdan yana o'zini qimorga uradi. Uning hayotidagi kuchli burilish 1891-yilga to'g'ri keladi. U o'g'irlik qilib pul topadi va Monte Carlodagi kazinoga boradi. U yerda kazinoda pullarni birin-ketin yutishni boshlaydi. Shundan keyin uni kazinoni buzgan, ya'ni hack qilgan inson sifatida ta'riflashadi. Bu voqeadan keyin insonlar uni olqishlaydi va qolgan insonlar ichida juda ham mashhur bo'ladi. Chunki uni fikrida u eng mashhur qimorboz. Odamlarning fikrida esa u juda ham omadli inson sifatida ko'riladi. Gazetalarda chiqqan, musiqalar yozilgan, lekin eng achinarlisi o'sha g'alaba uni hayotidagi muvaffaqiyatsizlikning boshlanishi edi. Hamma inson o'ylagani kabi u yutgan pullarini yana ham ko'proq yutaman degan ma'noda yana kazinoga qaytib boradi va pullarni tikishni boshlaydi. Eng achinarlisi 1922-yilda Parijda u pulsiz, kasal holatda vafot etadi. Ba'zi manbalarga ko'ra, u yutgan pullarni hatto o'ziga ham sarflay olmagan. Ya'ni ba'zi insonlar qimorda yutsam, qarzimni to'layman, uy olaman, mashina olaman deb fikrlashadi. Shu kabi insonlardan biri bu bo'lgan va yutgan pullarini qaytib kazinoga tikkan. Eng qo'rqinchlisi, kazino sizni bugun yutishingizdan qo'rqmaydi. Chunki u ertaga sizni qaytib kelishingizni biladi. Bizning jamiyatda qimorga kirib, tez boyish maqsadida o'zini kelajagini yutqizayotgan odamlarni ko'rib, to'g'risi ichimdan afsuslanaman. Qimorni tushunish uchun bizga juda yuqori IQ yoki psixologiya shart emas. Qimor bu zamonaviy tuzoq. Bu tuzoq eng qizig'i temirdan tashkil topmagan. Bu insonlarning umidi yoki tez boyish orzusi ustiga qurilgan. Tez boyish va qimor ikkalasi qaysi ma'noda chambarchas kelishi mumkin, lekin hech qachon bo'lib birga tugamaydi. Ya'ni qimorga kirgan odam pulni yutsa ham u tez boyimaydi, qaytib yana qimorga boradi. Buni inson o'zi tushunishi kerak. Qimorning yomonligi haqidagi videolar juda ham ko'p. Bu videoni ko'rib turgan inson ham hattoki qimorning yomonligini tushunadi. Biza bu videodan maqsadimiz nafaqat birlamchi yomonligini, balki ikkilamchi yoki undan keyin keladigan muammolarni ham ko'rsatib berish. Agar qimor o'yiniga qarasak, bu nafaqat bizni pulimizni, balki vaqtimizni va ongimizni ham oladi. Oqibati esa hammaga ma'lum. Stress, qarz,
oila buzilganligi yoki noqobil farzand bo'lishi. Buni ortiqcha ta'kidlashga hojati yo'q. Faqat bu yo'lga yurmaslik bizdagi eng to'g'ri qaror bo'ladi. Qimorga targ'ibot ma'nosida emas, balki buni tushunish uchun misol oladigan bo'lsak, bir inson $100 tikadi qimorga va uni $400 yoki $500 qilib yutib olishi mumkin. Aniq koeffitsiyentni bilmayman. Undan keyin uni ishtahasi ochiladi. Men yuta olar ekanman degan fikriga kela boshlaydi. Bu arzimas yutuq unga ishonch hissini beradi. Lekin ayni mana shu nuqta uni mag'lubiyatning boshlanishidir. Birinchi g'alabadan keyin inson doimiy telefonni tekshirishi, o'zini real hayotidagi konsentratsiyani yo'qolishi va stress asta-sekin uni hayotiga kirib kelishi mumkin. Qimor insonni birdaniga pulini olmaydi. Balki birinchi uni o'ziga o'rgatadi, xotirjamligini oladi va undan keyin asta-sekin bor pulini sug'urib oladi. Hammamiz eshitgan gap, eng katta yolg'on bu men xohlagan payt tashlab yuboraman. Men bunga o'rganib qolmaganman. Men bundan bemalol chiqib ketishim mumkin degan fikr. Agar bu fikr to'g'ri bo'lganda, hozirgi o'z joniga qasd qilayotgan insonlar bu holatdan chiqib ketgan bo'lardi. Yoki o'sha eng mashhur qimorboz Charles Wells ham bu holatga tushib Parijda hech kim bilmaydigan joyda o'lmagan bo'lardi. Bu yolg'on illyuziya. Xohlagan payt tasha olaman degan fikr bu yolg'on. Bu o'xshamaydigan ish. Chunki bir marta yutgan odam qayta-qayta yutqizsa ham yana yutishdagi dopamin undagi xohishga aylanadi va bu ish insonni doimiy qimor o'ynashga undaydi. Qimordagi azart insonni qarz olishga, kredit olishga yoki o'zidagi bor narsalarni sotishga ham majburlaydi. 1-2 marta yutib, keyin mag'lubiyatga uchragan insonlar uchun oddiy hayot juda ham sekindek tuyuladi. Masalan, siz va biz uchun ishga borishdan kelish, kitob o'qish yoki umumiy olganda o'zimizga foydali bo'lgan ishlarni qilish bu sekin, filtrsiz, doimiy hayot. Lekin qimorda yutqazgan yoki unga mukkasidan ketgan insonlar tez boy bo'lish maqsadida bu yo'llarni juda ham sekin deb o'ylaydi. Pullarni yutib qarzlarimni to'layman, kreditlarimni yopaman, sotgan narsalarimni joyiga keltiraman degan fikr bu absurd. Ya'ni siz o'ylab ko'ring, yutishga bo'lgan dopamin insonni doimiy o'yinga chorlaydi. Buning oqibatida insonda umid so'nadi. Doimiy harakat yo'qoladi. Hayot uning uchun xuddi rangsiz bir matodek bo'lib qoladi. Bu oqibatida inson hattoki o'limga ham tayyor bo'ladi. Tasavvur qiling, siz bor bo'ldigingizni bir joyga tikdingiz va u joy o'xshamadi. Haligi insondagi yagona yo'l faqatgina o'lim. Va bu holat juda ham achinarli. Sizning atrofingizdagi insonlar bu kasallikka chalingan bo'lishi mumkin. Bizning vazifamiz ularni bu yo'ldan qaytarish. Haqiqiy boylik bir tugmani bosib maqsadga erishishda emas, balki inson o'z ustida ishlashda va inson sifatida shakllanishdadir. Men yaxshi bilaman. Bunaqa aqlli gaplar bilan insonlarni qimordan qaytarib bo'lmaydi. Lekin bu videodan maqsad siz qimorning yomon tomonlarini tushunishingiz. Hattoki eng mashhur qimorboz ham o'zini hayotida maqsadlarga erisha olmadi. Boshqa insonlar tashlayveraman, qarzlarimni to'layman, bular hammasi illyuziya. Hech qachon bu narsaga yurmaslik kerak. Haqiqiy boylik sizni atrofingizdagilar hurmat qilishida, oila a'zolaringiz tinch va sog'lom bo'lishidadir. Qimorni hattoki siz eng oxirgi chora sifatida ham ko'rmasligingiz kerak. Qimordagi eng katta jackpot bu qimorni hech qachon o'ynamaslikda. Video orqasidan turib aqllilik qilish hammaga ham yarashaveradi. Lekin bizning maqsadimiz sizni bu yo'ldan ochiqchasiga qaytarish. Yana qaytaraman, qimor hattoki oxirgi chora ham bo'lishi kerak emas. Shunaqa foydali kontent uchun ham kanalga obuna bo'ling. Boshqa qiziqarli mavzular ustida ko'rishguncha